Xo'p, soliq imtiyozlari video darsliklarimiz qatorida yana bir imtiyozni ko'rib chiqamiz. Bu imtiyoz nimadan iborat bo'ladi deydigan bo'lsak, mana soliq kodeksiga asosan bo'ladi imtiyozimiz. Xo'p, ushbu Ctrl F tugmasini bosamiz va bu yerdan 378-moddani tanlaymiz. Mana soliq imtiyozlari degan bo'lim bor. Aynan bu imtiyoz jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'iga tegishli imtiyoz bo'ladi. 378-moddaning 16-bandidagi mana O'zbekiston Respublikasi professional va oliy ta'lim tashkilotlarida ta'lim olish o'zining, farzandining yoki shuningdek 26 yoshga to'lmagan eri yoki xotinining uchun kontrakt to'lovlari. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, o'zingizni yoki 26 yoshga to'lmagan turmush o'rtog'ingizni yoki farzandingizni kontraktini to'laydigan bo'lsangiz, mana shu to'lov summalari daromad solig'idan ozod etiladi. Mana shu daromad solig'idan ozod etilgan summalarni jismoniy shaxslardan olinadigan daromad soliq hisobotiga qanday to'g'ri joylashtirish kerakligini mana shu yerda bilamiz. Buning uchun MySoliq.uz saytiga kirib olamiz. U yerda xizmatlar bo'limiga o'tganimizdan keyin pastroq mana yuridik shaxslarning soliq hisobotlarini yuborish degan tugmasini bosamiz. Bizni to'g'ridan to'g'ri Alt MySoliq saytiga jo'natadi. U yerdan endi men o'zi aslida ushbu daromad soliq hisobotini qayerdan topshiradi? Elektron shakllari degan bo'limga o'tamiz. Bu yerdan 111-paketdagi jismoniy shaxslardan olingan daromad soliq hisobotlari qismida jismoniy shaxslardan olingan daromad solig'i va ijtimoiy soliq hisob-kitobi mana shu qismdan topshiriladi hisobot. Endi biz buni salgina vaqtni tezlashtirish uchun bundan oldingi oyga olib olingan Excel faylni yuklab olaman. Mana shu hisobotni qanday to'ldirishni sizlar bilan ko'ramiz. Qarang. Bundan oldingi oyda biz o'sha xodimlarimizga ish hisoblanganmiz, shart hisoblanganmiz. Xo'p, men boshqa keraksiz bo'limlarni o'chirib turaman bitta, sizlarni chalg'itmaslik uchun. Xo'p, va bizga iloji boricha bizni chalg'itadigan ma'lumotlarni ushbu hisobotdan o'chirib turishimiz kerak bo'ladi. Biz to'liq mana shu kontraktning imtiyozini qanday to'g'ri qo'llashni tushunib olgunimizcha. Demak, mana bu ma'lumotlarning hammasini yashirib turaman. Bizga xodimning ism, familiyasi va qancha mehnat haqqi hisoblanganligini bilib tursak bo'ldi hozircha. Mana shuni o'zi yetadi. Salgina kattalashtiramiz mana. Mana bu ma'lumotlarni ham o'chirib turaman. Demak, faraz qilaylik, bizni korxonamizda ikkita xodimimiz bor. Ikkita xodimimizga har oyda 5 million so'mdan jami 10 million so'm ish haqi hisoblaymiz. Va o'sha 10 million so'm hisoblangan ish haqisidan aytaylik Abdurashidov Dilshodbek 5 million so'm ish haqi hisoblaymiz. Saxidinov Shuhratga 5 million so'm ish haqi hisoblaymiz. Shu Abdurashidov Dilshodbek bir xat chiqardiki, direktorga mana o'sha 5 million so'm ish haqimdan iloji bo'lsa 4 million so'mini kontraktga, aytaylik o'zimning kontraktimga o'tkazib bergan. Mana shu tashkilotga dildagi bizga o'sha xatni chiqardi. Biz rozi bo'ldik deb o'sha 4 million so'mni o'tkazib berishga qaror qildik. Bu qanday endi hisobotga aks etadi? Biz birinchi navbatda o'sha kontraktga o'tkazgan summamizga daromad solig'ining imtiyoz bormi yo'qmi ekanligini bilib olishimiz kerak. Buning uchun o'sha daromad solig'i bu yerda soliq kodeksiga 13-bobda ko'rsatilgan. Adashmasam 13-bob edi. 12-bob foyda solig'i, 13-bob 14-bob ijtimoiy soliq mana 13-bob bu yerda daromad solig'i mana. Daromad solig'idan barcha soliq kodlari soliq moddalari kiritilgan. O'shalarning ichida 378-moddasi soliq solinmaydigan daromadlari degan bo'lim bor. Mana shu yerdan 16-bandiga o'tadigan bo'lsak, mana 16-bandida mana shu yerda yozib qo'yganki, o'sha kontraktga to'laydigan bo'lsang, o'zingni yoki 26 yoshga to'lmagan xotiningni yoki eri bo'lishi mumkin va farzandlaringga kontrakt to'lovini qiladigan bo'lsak, sen daromad solig'idan ozod etilasan. Senga mana shu imtiyoz deb turib yozib qo'ygan. Endi mana shu imtiyozni qo'llashni ko'rib chiqamiz. Imtiyozni qo'llash uchun aytaylik, mana qarang. Jami hisoblangan mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlari yanvar oyi bo'lganligi uchun ham 5 million so'm bo'ladi. Mana 5 million so'm. Shundan hisobotlarida bu ham yanvar oyi bo'lganligi uchun 5 million so'm bo'ladi. Hisoblangan soliq summasi deyapti. Hisoblangan jami soliq summasi. Endi bu hisoblangan jami soliq summasi qanday bo'ladi deydigan bo'lsa, qarang. Bu yerda 5 million so'mdan mana bu yerda qarang. Bunday qilamiz. 5 million so'mdan ayiramiz, 4 million so'mni kontraktga o'tkazdi. Ya'ni imtiyozli summani ayirib tashlayapman. Va qavsni yopamizdagi ko'paytiramiz 0.12 ga. Xo'p. Bu yerda qavsni yopishimiz kerak edi. Mana 120 ming so'm bo'lib qolyapti. Juda ham oson. Shu 5 million so'm shaqisi bor edi. O'shandan 4 million so'mini
kontraktga o'tkazib berdik, imtiyozi bor edi. 1 million so'm qoldi. O'sha 1 million so'mdan daromad solig'i hisoblaymiz. 0,12 ko'paytirsak 120 so'm chiqyapti. Bo'ldi. Keyingi xodimi, yana bir bonagisi bor, qarang. Shundan hisobotlariga hisoblangan. Bu ham 120 so'm holatida qoladi. Chunki 1 million so'm ham yanvar oyida hisoblangan, ikkalasi bitta narsa bo'lganligi uchun, ya'ni yanvar oyi bo'lganligi uchun 120 so'm bo'ladi. Xo'p, bir narsani bilib olishimiz kerak. 5 million so'm shaxsidan 120 so'm, ya'ni 4 million so'mni kontraktga o'tkazib, 120 so'm daromad solig'ini o'zini mana bu yerga yozib qo'yish, 120 so'm yozib qo'yishni o'zi bilan imtiyozdan foydalandik deb turib bilib bo'lmaydi. Chunki soliq qo'mitasi bilmaydiki, siz mana shu imtiyozdan foydalanganligingizni. Men aynan 4 million so'm daromad solig'idan imtiyozni aynan mana shu kontraktga to'lov qilganligim uchun foydalandim deb turib soliq qo'mitasini ogohlantirishingiz kerak. Buning uchun soliq qo'mitasi qanaqangi chora ko'rgan? Soliq qo'mitasi har bitta berilgan imtiyozga unikal raqam, ya'ni imtiyoz raqamini bergan. Mana shu imtiyoz raqamini mana shu hisobotimizga joylashtirib, qancha imtiyozdan foydalanayotganligimizni ko'rsatganimizdan keyingina ushbu imtiyoz qonuniy kuchga ega bo'ladi, qonuniy aktiv holatga ega bo'ladi. Ushbu imtiyoz raqamini qayerdan olamiz? Biz endi har bitta imtiyoz raqamini qayerdan, ro'yxati bormi qanaqangidir deydigan bo'lsak, ro'yxati bor. Oltmay soliq saytiga elektron shakllar qismiga o'tamiz va bu yerda mana jismoniy shaxslardan olingan daromad soliq hisob kitobining ikkinchi qismidagi paketiga o'tamiz. Soliq hisoboti, demak hisobot 26. Biz hozir yanvar oyini topshiradigan bo'lsak, oyligidan yarmini tayyorlaymiz. Xo'p, endi mana bu yerda titul qismi mana jismoniy shaxslardan olingan daromad solig'i imtiyozlar to'g'risidagi ma'lumotnoma degan bo'limi bor. Aynan biz uchun mana shunaqa bo'limni yaratib qo'ygan soliq qo'mitasi. Ushbu bo'limdagi barcha soliqlar uchun berilgan imtiyoz raqamlarini ko'rsak bo'ladi. Demak, mana shu mana qizil tugmachaning oldidagi kichkina imtiyoz tanlash degan bo'limga o'tamiz. Endi bu yerda bizdan so'rayapti, sen qaysi qonun hujjatiga asosan imtiyozni qo'llayapsan, deyapti. Biz soliq kodeksiga asosan qo'llayapmiz. Xo'p, endi F3 tugmasini bosamiz mana. Bizniki qaysi 378-moddaning qaysi bandi edi? 16-bandiga asosan shu imtiyozni qo'llayapmiz. Bizga demak 17-band kerak emas. Bizga 16-band kerak. 16-bandini topishimiz kerak. Mana bu yerga yozilgan mana. 16-bandning ikkinchi xat bosh. Mana bu yerga ikkinchi xat bosh. Mana bu birinchi xat bosh, bu ikkinchi xat bosh bo'lganligi uchun mana shu imtiyozni kodini yozamiz mana. Demak, imtiyoz kodi 102 923 ekan. Qaysi soliq kodeksiga asosan deydigan bo'lsa, mana soliq kodeksi 378-moddasiga, ikkinchi xat boshisiga asosan O'zbekiston Respublikasi oliy o'quv yurtidagi ta'lim olish o'zining farzandi shuningdek 26 yoshga to'lmagan er yoki xotinning ta'lim olish uchun to'lovga yo'naltirilgan soliq solinishi lozim bo'lgan shaqqi va boshqa daromadlari deyilyapti bu yerda. Demak, mana shu 102-923 kodi mana shu imtiyozning raqami bo'ladi. Shuni qo'yishimiz kerak bo'ladi mana bu yerga. Demak, 102-923 mana imtiyoz raqamiga qo'yildi. To'g'ri, imtiyoz raqamiga 102-923 ni qo'yishga qo'yding. Endi seni qancha summani imtiyozdan foydalanyapsan, men qayerdan bilaman degani uchun mana bu yerga mana jami soliqqa tortilmaydigan mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlar qismiga endi biz qancha imtiyozdan foydalanyapmiz? 4 million so'm. Shu 4 million so'm yozamiz. Shundan aynan yanvar oyida qancha imtiyozdan foydalanyapsan desa, bu yerga ham 4 million so'm yoziladi. Mana. Endi bo'ldi. Barcha ma'lumotlar to'g'ri joylashtirildi. Qarang. 5 million so'm shaxsi hisoblandi. 5 million so'mdan 1 million so'midan 120 so'm daromad solig'i olib qoldi va qolgan 4 million so'mi imtiyozga o'tirdi. Va uning imtiyoz kodini ham yozib qo'ydik. Endi ikkinchi xodimimiz ham 5 million so'm shaxs hisoblaymiz. Xo'p, endi 5 million so'mdan endi biz daromad solig'ini olamiz bu yerda. Ko'paytiramiz 0,12 ga bo'ladi, mana. Shundan hisobotlarida ham xuddi shu summa bo'ladi, 600 ming so'm. Demak, bu ikkinchi xodimimiz kontraktga to'lov o'tkazmadi. Demak, bu yerda hech qanaqangi imtiyoz raqami ham, imtiyoz summasi ham bo'lmaydi. Xo'p, mana shu holatda biz ma'lumotlarni to'ldirib oldik va endi hisobotni saqlanib qilib olamiz. Dastek firmaning nomi. Aytaylik, yanvar oyini hisobot topshirayotganligimiz uchun yanvar oyida saqlanib qilib oldim. Endi bu yerdan elektron shakllar qismida mana 111 paket jismoniy shaxslarning daromad solig'i hisobot turidan hisobot yildan 2026 davr qismiga yanvar oyini hisobotini topshirayotganligimiz uchun tanlaymiz. Faylni birіктirish qismida mana dastik yanvarni bosdim. Hisobotni yuklash tugmasini bosamiz. Demak, ijtimoiy soliq imtiyoz ijtimoiy soliq stavkasi 12%,
daromad solig'iga avtomatik chiqyapti. Qarang, yanvar oyi bo'lganligi uchun mehnatga haq to'lash bilan bog'liq bo'lgan jami daromadimiz ham 10 million so'm. Shundan hisobotlaridagi daromadimiz ham 10 million so'm tashkil qilyapti. Agar shu fevral oyiga yana 10 million so'm haq hisoblaganimizda, mana bu jami daromadimiz 20 million so'm. Shundan fevral oyiniki 10 million so'm bo'lib qolar edi. Muammosi yo'q, mana tushundik. Demak, 10 million so'mdan 12% ijtimoiy hisoblayapti. 1 million 200 ming so'm bo'ladi. 10 milliondan 12% ijtimoiy soliq hisoblasa, endi qarang, bu yerga 720 ming so'm daromad soliq hisoblayapti. Nima uchun? Mana bu 4 million so'mi mana jismoniy shaxslarning soliq solishdan ozod etilgan daromadlari qismiga kelib o'tiryapti. 4 million so'm. Bu imtiyozdan foydalanganligimizni ko'rsatadi. Qolgan 6 million so'mi soliq bazasiga kelib o'tiryapti va 12% daromad soliq hisoblab turib, bizga 720 ming so'm to'lovga chiqarib qo'yyapti. Endi bilamizki, mehnat haqqidan jamg'arib boriladigan pensiya jamg'armasiga ham undirishimiz kerak. 1% dan tashkil qiladi, hisoblangan ish haqining 1% dan tashkil qiladi. Lekin bir narsaga e'tibor berishimiz kerak biz. Biz hozir 10 million so'm ish haqqi hisobladik jami. Shu 10 million so'midan 4 million so'mi imtiyozga o'tirdi. O'zi jamg'arib borilgan pensiya jamg'armasiga ajratmaning maqsadi nima edi? Mazmuni nima edi? Daromad hisoblanishi mehnat haq to'lash tarzidagi daromadlardan edi, lekin olinishi daromad solig'ining ichidan olinadi. Demak, hozir 4 million so'mi imtiyozga o'tirgandan keyin 10 million so'mdan ayiramiz 4 million so'mini 6 million so'm. 6 million so'mdan endi 0.1% ni hisoblab turib, jamg'arib borilgan pensiya jamg'armasiga to'lab berishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu yerga endi 10 million so'mdan 10 ming so'm emas, 6 million so'mdan 0.1%, 6 ming so'mni jamg'arib borilgan pensiya jamg'armasiga Xalq bankiga to'lab berishimiz kerak bo'ladi. Mana shunaqangi tarzda yanvar oyi hisobotini topshirsak bo'ladi. Mana bu yerga ikkinchi ilovasiga mana 378-moddaning 16-bandiga asosan o'sha imtiyozni qo'llagansan bitta xodimingga 4 million so'mni deb mana bu yerga mana imtiyozni ko'rsatyapti bizga. Mana bu ma'lumotni qayerdan topyapti? Mana Excel fayldagi imtiyoz raqamini qo'yganligimiz uchun va 4 million so'm yozganligimiz uchun mana shu yerga kelib tortyapti o'sha Excel faylni. Mana bu yerga mana hisobotni yuklash degan qismini yuklaganimizdan keyin Excel faylni shu yerga kelib tortyapti. Agarda mana shu imtiyoz raqamini va mana summalarni qo'ymasak, bu yerda ushbu ma'lumot bo'lmasdagi 10 million so'mning hammasidan daromad solig'i hisoblab, mana bu yerga 1 million 200 ming so'm daromad solig'i hisoblanadi. Hozir bizda o'shandan 4 million so'midan imtiyoz borligi uchun 6 million so'mdan 720 ming so'm daromad solig'i hisoblab, 720 ming so'm daromad solig'ini ichidan 6 ming so'm jamg'arib borilgan pensiya jamg'armasiga olyapti-dagi 714 ming so'mi daromad solig'iga to'lab berishimiz kerak bo'lyapti. 6 ming so'mini jamg'arib borilgan pensiya jamg'armasiga to'lab berishimiz kerak bo'lyapti va 1 million 200 ming so'mini ijtimoiy soliqqa to'lab berishimiz kerak bo'lyapti. Menimcha sizlarga mana shu tarzda men kontrakt imtiyozdan qanday foydalanishni ko'rsatdim. Bu hali video tugadi degani emas. Sizlarga yana bir narsani ko'rsatmoqchimanki, bundan oldingi barcha men ko'rib chiqdim YouTube'dagi imtiyozni qo'llash videolarida hech kim imtiyozni qanday qo'llashni ko'rsatgan-ku, lekin provodkani qanday berishni ko'rsatmagan, buxgalteriyadagi provodkani. O'zi maqsad nima? Buxgalter yaxshi eng bilimli buxgalter bo'lish. Mana bu yerda siz hisobotda qanday imtiyozni qo'llashni bilsangiz lekin provodkasi qanday bo'lishini bilmasangiz, u chatoq ish bo'ladi. Shuning uchun ham men sizlarga provodkasini ham birdaniga ko'rsatib berishni niyat qildim. Demak, birinchi navbatda biz mehnat haqqini hisoblab olamiz. Bu yerda 10 million so'm bo'lganligi uchun 10 million so'mni hisoblab olyapman. Mana 94-20. Demak, bizni boyagi ikkala xodimimiz ham ma'muriyatda ishlaydi. Shuning uchun ham ma'muriyat xarajatlarini debetlayapman-dagi 67.10 shotni kreditlab qo'yapman. Ish haqqidan qarzimiz bo'yicha oldi berdi shotimizni. Xo'p, undan keyingisi birinchisini tushundik. Ma'muriyat xarajatlarini oshirdim. Shu bilan birga majburiyat shotimizni 67.10 shotini kreditlab qo'yib, majburiyatimizni ham oshirib qo'ydim. Endi 10 million so'mdan o'zi aslida biz 1 million 200 ming so'm daromad solig'i hisoblashimiz kerak edi. Lekin 10 million so'mdan 4 million so'mi bizga kontrakt to'loviga imtiyoz bo'lib o'tganligi uchun birinchi navbatda 4 million so'm kontrakt to'lovini chiqarib yuborishimiz kerak bo'ladi bu yerda mana. 4 million so'mni 67 shotining debet tomonidan chiqarib yubordim va 69.93 shotining kredit tomoniga olib kelib yozdim mana. Ko'radigan bo'lsangiz mana bir shotning kreditidan debet tomonidan, ikkinchi shotning debet tomoniga kredit tomoniga o'tyapti mana. Keyin 4 million so'm bu yerga o'tdi. 69.93 shotiga. Endi qolganini hisoblasak bo'ladi. Demak, 10 million so'mdan 4 million so'mini chiqarib tayyorladik kontrakt uchun 69.93 shotiga 6 million so'm. 6 million so'mdan endi ko'paytiramiz 0.12 720 ming so'm. Mana bu yerga endi 720 ming so'mini
daromad solig'i olib qolishim kerak bo'ladi. Demak, bu bizga kerak emas bular. Mana 720 ming so'm 67 yil schyotidan xodimning mehnat haqqisidan olib qolyapman, lekin davlatga to'lab berishim kerak bo'lyapti. Demak, 67 yil schyotini debet tomonidan chiqarib, 64 yil schyotini kredit tomoniga olib kelib yozaman. Endi jamg'arib borilgan pensiya jamg'armasi 65-20 schyotida yuritiladi. Endi qarang, 10 million so'm shaqqisidan 4 million so'm imtiyozda edi. 6 million so'm, 6 million so'mning 0,1% 6 ming so'm bo'lganligi uchun 6 ming so'm jamg'arib borilgan pensiya jamg'armasini hisoblab turib, daromad solig'ini ichida olib qolishimiz kerak edi. Bu yerga, mana bu yerga 6 million so'mdan 6 ming so'mini jamg'arib borilgan pensiya jamg'armasiga olib qo'yaman. Demak, mana shu tarzda bo'ladi. 64 schyotining debet tomonidan jamg'arib borilgan pensiya jamg'armasiga pul chiqib ketganidagi 65-20 schyotning kredit tomoniga yozib qo'yiladi. Endi 10 million so'm shaxs hisoblaganimiz uchun biz korxona ijtimoiy soliq to'lab berishi kerak bo'ladi 1 million 200 ming so'm. Uni ham hisoblab qo'yishimiz kerak bo'ladi bu yerga. Mana 1 million 200 ming so'm xodim qayerga ishlasa, ijtimoiy soliq xarajati ham xuddi o'sha yerga borib joylashadi. Demak, 94-20 ma'muriyat xarajatiga ijtimoiy solig'imizni debetlab qo'yapmiz. 65-20 schyotga kreditlab 65-20 schyotimizni ijtimoiy soliq hisoblab qo'yapmiz. Mana shunaqangi tarzda mana yanvar oyining provotkalarini tuzib berdim. Ko'radigan bo'lsangiz, ikkita ishchini ishlatish, ya'ni 10 million so'm haq hisoblash korxonaga 11 million 200 ming so'mga tushyapti bu yerga. Ya'ni ikkita xodimni ishlatish 10 million so'm haqi berish bizga 11 million 200 ming so'mga korxonaga xarajatga tushyapti. Mana bu daromad solig'i xarajatlari buning barchasi o'sha xodimning shaxsini ichidan olib qolinyapti soliq agenti sifatida. Va 4 million so'm kontraktga to'lib berish uchun ham mana 69-90 schyotga majburiyatimizni oshirib qo'yyapmiz. Xo'p, yanvar oyining provodkalari mana shunaqangi tarzda bo'ladi. Endi keling, fevral oyida ham bir nechta operatsiya qilib ko'rsak. Aytaylik, yanvar oyida shunaqangi operatsiya bo'ldi, endi fevral oyini ko'rib chiqamiz. Endi jami degan qismini o'chiramiz. Keyin hammasini o'chirib sizga yana bir boshdan ko'rsataman. Qarang. Jami daromadlar endi fevral oyiga o'tyapmiz. Fevral oyiga jami daromadi 10 million so'm bo'ladi. Nima uchun 10 million so'm bo'ladi? Yanvar oyiga 5 million so'm ishlagan, fevral oyiga 5 million so'm ishlagan. Demak, jami bizda 10 million so'm bo'ladi. 1 2 3 4 5 6. Shundan hisobot davriga 5 million so'm bo'ladi. Fevral oyiga 5 million so'm ishlagan. Jami hisoblangan soliq summasi qancha bo'ladi endi? Jami hisoblangan soliq summasi qarang. Yanvar oyiga 1 million 1 million so'mdan, ya'ni 4 million so'mi kontrakt to'lov uchun ketdi. 1 million so'mdan 120 ming so'm hisoblagandik. Endi hozir biz fevral oyiga 5 million so'mdan to'liq hisoblashimiz kerak bo'lyapti. 5 million so'mdan endi to'liq hisoblaydigan bo'lsak, mana 5 million so'm hisoblasak 0.12 600 ming so'm bo'lyapti. Demak, jami hisoblangani bu yerda qancha bo'lyapti? 720 ming so'm bo'lyapti. 600 ming so'mga yanvar oyida hisoblangan daromad solig'i 120 ming so'mni qo'shadigan bo'lsak, opchi 720 ming so'm bo'ladi mana. Shundan hisobot davriga hisoblangan soliq summasi esa 600 ming so'm holatida qoladi. Mana bu yerda mana plyus bosib, mana 5 million so'mdan ko'paytiramiz 0.12 ga qiladigan bo'lsak 600 ming so'm bo'lyapti. Demak, imtiyoz raqamini shunda fevral oyida kontraktga to'lov qilmagan bo'lsa, olib tashlaymizmi, yo'qmi? Yo'q, olib tashlamaymiz. Eng katta xatosi shunda bo'lib qoladi, olib tashlaydigan bo'lsak. Ushbu daromad solig'i hisoboti o'sib boruvchi tartibda yuritiladi, soliq qo'mitasiga jo'natiladi. Demak, yanvar oyida imtiyoz qo'llagan bo'lsangiz, fevral oyida mana shu imtiyozni bo'limida mana shu summani olib tashlaydigan bo'lsangiz, bo'ldi, hammasi barbod bo'ldi. Fevral oyiga kelib turib, jami 20 million so'm shaxsidan imtiyoz qo'llamagan holatda daromad solig'i hisoblab yuboradi. Agarda siz qanaqangidir imtiyozni qo'llaydigan bo'lsangiz, yanvar oyiga qo'llaysizmi, fevral oyiga qo'llaysizmi, umuman farqi yo'q. Yilning oxirigacha, dekabr oyigacha o'sha imtiyozni Excel fayldan o'chirib tashlamaysiz. Ushbu hisobot o'sib boruvchi tartibda bo'lganligi uchun ham yanvar oyiga kiritilgan bir dona xodim bo'ldi. Yanvar oyiga shunday kirgandagi fevral oyiga ishdan bo'shab ketgan. Mana shu xodimni siz dekabr oyigacha hisobotingizda Excel faylda ko'rsatib borishingiz kerak. Bu hisobot o'sib boruvchi, bunga adashmang. Demak, 102 necha edi? Imtiyoz kodi. Demak, elektron shakllarga kiramiz. Bu yerdan ikkinchi bo'limiga hisobot turuq hisobot 2026-yil davriga endi fevral oyini tanlaymiz. Bu yerdan endi imtiyoz raqamini topib olishimiz kerak bo'ladi. Soliq kodeksiga asosan imtiyozimiz.
Xo'p, 16-bandi mana 102.923 ekan. Bo'ldi. 102.923 ni ko'rib oldim. Bu faqat ko'rish uchun. Bu yerda aynan o'sha imtiyozni tanlash kerak degan narsa yo'q. Faqat ko'rib olish uchun ma'lumotda bu. Demak, 102.923 ekan. Jami soliqqa tortilmaydigan mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlar 4 million so'm bo'ladi. Mana. Shundan hisobotlariga soliq tortilmaydigan daromadlar qancha bo'ladi endi? 0 bo'ladi. Nima uchun? Shundan hisobotlariga tortilmaydigan soliq to'lash tarzidagi daromadlar deyapti. Bu fevral oyi uchun gap ketyapti hozir. Fevral oyida hech qanaqangi kontrakt pul o'tkazganimiz yo'q, faqat yanvar oyiga o'tkazdik. Yanvar oyiga o'tkazganimiz uchun jami soliqqa tortilmagan daromadlar kiryapti. Shundan aynan fevral oyiga 0 bo'lganligi uchun 0 yozib qo'yapmiz. Demak, ma'lumotlarni to'g'ri joylashtirdik. Endi keyingisi. Mana bu yerga ham 10 million so'm bo'ladi. 1 2 3 4 5 6. Shundan hisobotlariga 5 million so'm bo'ladi. Jami soliq tortilmaydigan jami soliq summasi bu yerda endi 10 million so'mdan 0.12 ga ko'paytiramiz. 1 million 200 ming so'm. Shundan hisobot davrida bo'lsa 600 ming so'm bo'ladi. Bo'ldi. Bu ikkinchi xodimimizga hech qanaqangi imtiyoz qo'llanilmagan. Bitta men endi ushbu faylni Ctrl S bosib turib saqlanib qo'ya olaman. Va buni qayta yuklaymiz. Keling, buni yanvarda o'rniga mana bu yerga endi fevral yozib qo'ysam bo'ladi. Dasbek fevral. Mana shunaqangi tarzda. Endi ushbu faylni yana qaytadan yuklab olaman. Mana Dasbek fevral hisobotni yuklash, Excel faylni yuklayapman. Demak, stavkasi 12%, ijtimoiy soliq stavkasi. Endi bizda ma'lumotlar qanday bo'ldi? Demak, bir narsa xato ketdi bu yerga. Mehnat haq to'lash tarzidagi daromadlarni nimasidir xato bo'lib qoldi. Mana bu 1 million so'm bo'lib qoldi, qarang. Bo'ldi, 10 million so'm qildim, endi 20 million so'm bo'ldi. Bo'ldi, hammasi joyida. Ctrl S ni bosamiz. Demak, ma'lumotni bitta qaytadan yuklab olamiz. Faylni qayta yuklash, Dasbek fevral bo'ldi. Xo'p, elektron shakllar. Ikkinchi qismiga o'tamiz bu yerdan. Hisobot 2026-yil davrga endi fevral oyi faylni yuklashga Dasbek bo'ldi. Ma'lumotlar yuklandi mana. Ijtimoiy soliq stavkasi 12%. Mana ijtimoiy soliq jami mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlar 20 million so'm bo'lyapti. Bu 20 million so'm yanvar bilan fevral oyining ikkalasi qo'shilgan holatda. Shundan hisobot davrigagisi 10 million so'm bo'lyapti. Demak, faqat fevral oyining 10 million so'm hisoblangan deyapti. Endi mana shu 20 million so'mdan 2 million 400 ming so'm ijtimoiy soliq hisoblanyapti. 16 million so'm daromad solig'idan 16 million so'm daromaddan 12% daromad solig'i stavkasi ko'paytirilib 1 million 920 ming so'm daromad solig'i hisoblanyapti. Qolgan 4 million so'mi o'sha yanvar oyidagi imtiyozga asosan hali ham imtiyoz holatida turibdi. Demak, endi biz NPS, ya'ni jamg'arib borgan pensiya jamg'armasiga qancha qo'yishimiz kerak bo'ladi summasiga deydigan bo'lsak, demak, imtiyozli qismini ayirib tashlashimiz kerak bo'ladi. Demak, bu qanday bo'ladi? Mana jami hisoblangan mehnat haq to'lash tarzidagi daromaddan 20 million so'mdan jami soliqqa tortilmaydigan mehnat haq to'lash tarzidagi daromadlar 4 million so'mni ayirib tashlaymiz, 16 million so'm qoladi. 16 million so'mdan 0.1% 16 ming so'mni tashkil qiladi. 16 ming so'mni yozib qo'yamiz bu yerga. Demak, mana shunaqangi ikkinchi oyni hisobotdan topshirsak bo'ladi. Endi buni provodkasini ko'rib chiqamiz. Provodkasi qanday bo'ladi? Mana o'zini qanday topishini ko'rsatdi. Mana bu yerga imtiyozni ham hali ham o'sha turibdi. Mana bitta xodim 4 million so'm imtiyozga o'tirgan. Jami hammasi to'g'ri. Endi buni provodkasi qanday bo'ladi deydigan bo'lsak, ikkinchi oyga ham mana 10 million so'm shaq hisoblaymiz bu yerga. Mana 1 million 200 ming so'm yana ijtimoiy soliq hisoblaymiz mana bu yerga mana. Endi 10 million so'mdan hech qancha biz bunaga o'tkazmaganmiz, kontraktga o'tkazmaganmiz. Demak, 10 million so'mdan endi 1 million 200 ming so'm to'liq daromad solig'i olib qolamiz. Mana 200 ming so'm daromad solig'ini to'liq olib qoldik. 67 institutining kredit tomonidan 64 institutining debet tomoniga 1 million 200 ming so'mdan to'liq o'tkazyapman. Endi ikkinchi oyga 10 million so'm hisoblangan shaqimizning ga nisbatan daromad solig'ining ichidan 10 ming so'm jamg'arib boriladigan pensiya jamg'armasiga o'tkazib qo'yaman mana. 10 ming so'm 64 institutining debet tomonidan 6520 institutining kredit tomoniga o'tkazib qo'ydim. Bo'ldi. Mana shunaqangi tarzda ikkinchi oyda ma'lumotlarni to'ldirdim. Endi mana shu bergan provodkamiz bilan hisobotni endi to'g'riligini tekshirib chiqsak, qarang qanday bo'ladi. 6520 institutiga 16 ming so'm turibdi. Mana 10 ming 6 mingni qo'shasiz 16 ming so'm turibdi. Demak, mana 16 ming so'm mana bu yerga yozilyapti. Jamg'arib borgan pensiya jamg'armasiga hisoblangani 16 ming so'm. Keyingisi 64 institutiga qarang.
720 ming so'mga qo'shamiz 1 million 200 ming so'mni. Shundan ayiramiz 16 ming so'mni. 1 million 904 ming so'm turibdi mana. Mana bu yerga 1 million 904 ming. Agar mana buni qoldiqlarini chiqaradigan, oborotlari bilan qoldiqlarini chiqaradigan bo'lsa, bu yerga 16 ming so'm bo'ladi. Bu yerga 720 bo'lsa 1 million 920 ming so'm bo'ladi. Bu yerga 1 million 920 ming so'm bo'ladi. Bu bilan buni ikkalasini solishtiradigan bo'lsak, keyin 1 million 904 ming so'm mana bu yerga qolib ketadi. Demak, o'sha 1 million 904 ming so'm bizning hisobotimizni mana bu qismida mana to'lash uchun hisoblangan. Daromad solig'i hisobotida. Endi keyingisi 67.10 schyotga keladigan bo'lsak, mana 67.10 schyotning kredit tomonidagi 20 million so'm mana bu 20 million so'm tashkil qiladi mana. Chunki bu o'sib borish tartibida 67.10 ni mana yanvar oyi bilan fevral oyi bizda jamida 20 million so'm. Shunda fevral oyida 10 million so'm, mana shunda fevral oyida 10 million so'mni tashkil qilyapti bu yerda. Uni daromad solig'ini olib qolganimiz debet tomoni qayerda deydigan bo'lsak, bu endi korxonaning ichki muammosi. Uni qachon to'lab beradi, nima qiladi, u korxonaning ichki masalalar. Biz muhimi mana bu daromad solig'i hisobotiga qancha hisoblanganimiz, ish haqini qancha hisoblaganimizni ko'rsatishimiz kerak. 20 million so'mni. Mana bu yerga ham 67 schyotning kredit tomoni bilib qoling, mana bu qismga to'g'ri keladi hisobotda. Xo'p, undan keyingisi ijtimoiy soliq mana 65-20 schyotning kredit tomoniga 2 million 400 ming so'm bo'ladi bu. Mana bu yerga 2 million 400 ming so'm yoziladi. Qoldiq ham 2 million 400 ming so'm chiqadi bu yerda. Mana 2 million 400 ming so'm, bu yerda ham 2 million 400 ming so'm. Demak, hamma hisobotlari, ma'lumotlarimiz to'g'ri chiqdi va 69.90 schyotga 4 million so'm imtiyozga qo'llab turib kontraktni to'lab berishimiz kerak edi. U hali ham to'lab berganimiz yo'q. 4 million so'm turibdi. Uni to'lab berish qanday bo'ladi deydigan bo'lsak, mana 51.10 schyotning kreditidan 4 million so'mni chiqarib yuboramizdagi o'sha tashkilotda hisob raqamiga o'tkazib berganimizdan keyin mana bu 69.90 schyotning debet tomoniga 4 million so'm o'tadi. Shu bilan bu hisobimizni yopilib ketadi. Qolgan to'lovlarni ham xuddi shu 51.10 schyoti, 50.10 schyoti, 55.10 schyoti bilan qolgan buxgalteriya video darsliklarida to'liq tushuntirganman. Provodkalarni qanday berishni. Mana shunaqangi tarzda imtiyoz provodkalarini qo'llasak bo'ladi. Men nima uchun aynan bu provodkalarni sizlarga ko'rsatyapman? To'g'ri, imtiyozni qo'llashni o'rganadigan odam provodkani bilmaydimi deyishingiz mumkin. Lekin bir eslab qo'ygan, bir o'zingizni ustingizda yana qaytadan ishlab, mana shu provodkalarni bir unutib yubormasdan, faqat adresga ishonib qolmasdan, mana shu provodkalarni qaytarib turganingiz ma'qul. Demak, kontraktga daromad solig'idan imtiyozni qo'llash mana shunaqangi tarzda yuritiladi. Xo'p, mana shu holatda bo'ladi. Menimcha kontraktga imtiyozni qo'llashni men tushuntirib yubordim.